Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ularning farzandlari va yaqinlari. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 12 avgustdan pensiya masalasida nimalar o'zgaradi? Kimlar tayyor turishi kerak? Kimlar xavotir olmasligi mumkin va eng asosiysi xatoga yo'l qo'ymaslik uchun hozirdan nima qilish kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor, ota-onamiz, bu bobolarimiz. Nogironligi bo'lgan yaqinlarimiz yoki boquvchisini yo'qotgan farzandlar bor. Men sizga vahima tarqatish uchun emas, aniq va sodda qilib tushuntirish uchun gapiryapman. Lekin bir narsani ochiq aytaman. 12 avgustdan keyin hujjatlari tartibsiz, bank kartasi, yashash manzili, telefon raqami yoki ishonchnoma masalasida muammosi bor pensionerlar ayrim qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilgan odam pulini ham, vaqtini ham, asabini ham asraydi. Avval pensiya olish jarayoni ko'pchilik uchun oddiy ko'rinardi. Pensiya tayinlangan, oyma-oy pul keladi. Kimdir bank kartasidan oladi, kimdir pochta orqali oladi, kimdir farzandi yordamida yechib beradi. Ko'p pensionerlar o'z hujjatlaridagi kichik nomuvofiqliklarga e'tibor bermas edi. Masalan, pasportdagi ism bilan bankdagi ism bir harfga farq qiladi. Yashash manzili boshqa joyda, telefon raqami farzandining nomida, bank kartasi muddati tugashiga yaqin yoki pensioner bir necha oy boshqa viloyatda yashab turibdi. Ilgari bunday holatlar ko'pincha darhol katta muammo chiqarmas edi. Endi esa tizim bosqichma-bosqich tartibga keltirilmoqda. Maqsad shuki, pensiya to'lovlari aniq egasiga yetib borsin, ortiqcha navbatlar kamaytirilsin, noqonuniy yechimlar to'xtatilsin, hujjatlarni qayta tekshirish osonlashsin, odamlar o'z haqini olishda sarson bo'lmasin. Lekin har qanday islohotda birinchi oylar eng qiyin davr bo'ladi. Chunki tizim yangilanadi. Ma'lumotlar solishtiriladi, eski xatolar yuzaga chiqadi. Men aynan mana shu joyni tushuntirmoqchiman. Muammo pensiya berilmay qolishida emas, muammo sizning ma'lumotingiz tizimda to'g'ri ko'rinmasligida bo'lishi mumkin. 12 avgustdan boshlab asosiy e'tibor 3 ta narsaga qaratiladi. Pensionerning shaxsi aniq bo'lishi, to'lov usuli tartibli bo'lishi, hujjatlar va ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi. Ya'ni pensiya oluvchi insonning pasporti yoki ID kartasi, bankdagi ma'lumoti, pensiya jamg'armasidagi ma'lumoti, yashash manzili, telefon raqami va ayrim holatlarda ishonchnoma yoki vasiylik hujjati mos kelishi kerak. Oldin ko'p ishlar inson omiliga bog'liq edi. Pensioner tuman bo'limiga boradi, xodim ko'radi, kerak bo'lsa tushuntiradi. Ayrim holatda hujjat yetishmasa ham keyin olib kelasiz deb jarayon davom etardi. Endi esa elektron tizimlarning roli kuchaymoqda. Tizim ma'lumotlarni avtomatik solishtiradi. Agar ism-sharif, tug'ilgan sana, pasport seriyasi, JSHIR, bank hisob raqami yoki to'lov usulida nomuvofiqlik bo'lsa, tizim ogohlantirishi mumkin. Ba'zi holatda to'lov kechikadi, ba'zi holatda aniqlashtirish talab qilinadi. Masalan, pensionerning pasporti yangilangan, lekin bankda eski pasport ma'lumoti qolgan. Pensiya jamg'armasida esa yangi ID karta ma'lumoti ko'rinadi. Tizim buni ikki xil ma'lumot deb ko'rishi mumkin. Natijada pensioner nega pulim tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul bekor qilinmagan, faqat ma'lumotlarni moslashtirish kerak bo'ladi. Yana bir holat. Pensioner Toshkent shahrida ro'yxatda turadi, lekin bir yildan beri Samarqanddagi farzandinikida yashayapti. Pensiya bank kartaga tushsa, odatda muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin agar pochta orqali yetkazish, uyga olib borish yoki shaxsni tasdiqlash kerak bo'lsa, yashash manzili muhim bo'lib qoladi. Tizimda pensioner bir joyda, amalda boshqa joyda bo'lsa, qayerga to'lash kerak? Kimga topshirilyapti? Pensionerning o'zi olyaptimi degan savollar paydo bo'ladi. Endi yana bir muhim o'zgarish. Kimdir pensionerning o'rniga olayotgan bo'lsa, ishonchnoma masalasi aniq bo'lishi kerak. Ilgari ko'pchilik onamning kartasi menda, men yechib beraman. Otam yura olmaydi, men borib olaman deb yurardi. Bu oilaviy yordam sifatida tushunarli. Lekin qonuniy tomondan qaraganda, pensionerning puli pensionerning o'z mulki. Agar boshqa odam olib berayotgan bo'lsa, ishonchnoma, vasiylik yoki rasmiy rozilik masalasi to'g'ri rasmiylashtirilgani ma'qul. Ayniqsa nogironligi bo'lgan, yotib qolgan, eshitishi yoki ko'rishi qiyin bo'lgan, bankka bora olmaydigan pensionerlar uchun bu juda muhim. Birinchi navbatda pasporti yoki ID kartasi yaqinda almashgan pensionerlar. Agar siz oxirgi 1-2 yil ichida pasportingizni ID kartaga almashtirgan bo'lsangiz, bank va pensiya bo'limidagi ma'lumotlar yangilanganini tekshiring.
Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam ID karta olgan, lekin bankdagi eski pasport raqami qolgan. Keyin karta yangilash vaqtida yoki to'lov kelishida muammo chiqadi. Ikkinchi guruh bank kartasining muddati tugagan yoki tugashiga yaqin bo'lganlar. Karta yuzida oy va yil ko'rsatiladi. Masalan, 1924 bo'lsa, bu 2024 yil avgust oxirigacha amal qiladi degani. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, pensiya hisobga tushishi mumkin, lekin siz pulni yechishda qiynalasiz. Ba'zida bank avtomatik yangi karta chiqaradi. Ba'zida esa o'zingiz borishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun 12 avgustni kutib o'tirmang, hozir kartangiz muddatini tekshiring. 3-guruh pensiyani pochta orqali oladigan pensionerlar. Pochta orqali olish odatda yoshi katta. Bankomatdan foydalanish qiyin bo'lgan yoki qishloq joylarda yashaydigan insonlar uchun qulay. Lekin bunday to'lovda manzil, shaxsni tasdiqlash, pensionerning o'zi mavjudligi kabi omillar muhim. Agar manzilingiz o'zgargan bo'lsa, bu haqda tegishli bo'limga xabar berish kerak. 4-guruh boshqa odam orqali pensiyasini oldiradiganlar. Masalan, buyingiz yura olmaydi. Siz har oy uning pulini olib kelasiz. Agar karta sizda bo'lsa ham, xavfsizlik nuqtai nazaridan buyingizning roziligi, ishonchnomasi yoki bankdagi rasmiy tartib bo'lishi kerak. Chunki ertaga oilada nizo chiqsa, pulni kim oldi? Pensionerga yetib bordimi degan savollar paydo bo'ladi. Tizim shunaqa savollarni kamaytirish uchun tartibni kuchaytiradi. 5-guruh ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiya oladi va bir vaqtning o'zida ishlaydi. Ular uchun ish staji, qo'shimcha badallar qayta hisoblash, ma'lumotlarning to'g'ri tushishi juda muhim. Agar ish beruvchi ma'lumotni noto'g'ri yuborsa yoki sizning JSHR raqamingizda xatolik bo'lsa, keyinchalik pensiyani qayta hisoblashda savollar paydo bo'lishi mumkin. Agar sizning ID kartangiz joyida bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pensiya har oy bir xil hisobga tushayotgan bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingizniki bo'lsa, yashash manzilingiz ham tizimdagi manzilga mos bo'lsa, sizda katta xavotirga sabab yo'q. Bunday holatda 2 avgust siz uchun katta o'zgarish emas, ko'proq tartibning yangilanishi bo'ladi. Lekin men shuni alohida aytaman, menda muammo yo'q deb umuman tekshirmasdan yurish ham to'g'ri emas. Chunki xato ko'pincha kutilmagan joydan chiqadi. Masalan, ismda bitta harf o'g'iloy o'rniga o'g'iloy, g'ulom o'rniga gulom, to'xtasin o'rniga to'xtasin. Odamning hayotida bu katta farqdek ko'rinmasligi mumkin. Lekin elektron tizim uchun bu boshqa ma'lumot bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun hujjatlaringizni bir marta tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Birinchi misol, 68 yoshli pensioner ayol har oy 1.3 million so'm pensiya oladi. U bank kartasidan foydalanmaydi. Puli pochta orqali uyga keladi. U bir necha oy qizining uyida yashab turdi, lekin ro'yxatda eski uyida qolgan. Pochta xodimi eski manzilga boradi. Pensionerni topa olmaydi. Natijada pul kechikadi. Ayol esa pensiyamni to'xtatishdi deb o'ylaydi. Aslida yechim oddiy. Yashash manzilini aniqlashtirish, to'lov usulini bank kartaga o'tkazish yoki vaqtincha manzil bo'yicha tegishli tartibni rasmiylashtirish. Ikkinchi misol. 72 yoshli ota bank kartasini o'g'liga bergan. O'g'li har oy 2 million so'm pensiyani yechib beradi. Hammasi yaxshi ketadi, lekin karta muddati tugaydi. Bank yangi karta olish uchun pensionerning o'zi kelishini yoki rasmiy vakil kelishini so'raydi. Ota yura olmaydi. O'g'il esa men har doim olib yurardim-ku deydi. Mana shu joyda ishonchnoma kerak bo'ladi. Agar oldindan notarial ishonchnoma yoki bank talab qiladigan hujjat tayyor bo'lsa, muammo tez hal bo'ladi. 3-misol. 63 yoshli ishlayotgan pensioner qo'shimcha staj hisobidan pensiyasini qayta hisoblatmoqchi. U ishxonada rasmiy ishlagan, lekin ish beruvchi ma'lumot yuborishda JSHR raqamining bitta raqamini noto'g'ri kiritgan. Natijada tizim bu badallarni boshqa yozuv sifatida ko'radi yoki umuman bog'lamaydi. Pensioner men ishladim, nega hisobga olinmadi deb norozilik qiladi. Bu yerda ayb pensiya bo'limida bo'lmasligi ham mumkin. Avval ish beruvchi ma'lumotlarini, soliq va mehnat tizimidagi yozuvlarni tekshirish kerak. 4-misol. Pensioner ayolning familiyasi turmushga chiqqandan keyin o'zgargan, lekin eski mehnat daftarchasida qizlik familiyasi yozilgan. Pensiya tayinlangan paytda bu ko'rib chiqilgan bo'lishi mumkin. Lekin qayta tekshiruv yoki qo'shimcha hujjat so'ralganda familiya o'zgarishini tasdiqlovchi nikoh guvohnomasi kerak bo'ladi. Ko'pchilik bu hujjatni yo'qotgan bo'ladi. Shuning uchun bunday hujjatlarni oldindan topib, nusxa tayyorlab qo'yish juda foydali. Eng katta noziklik shuki, har bir pensionerning vaziyati bir xil emas. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi
Boğuvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya va qo'shimcha to'lovlar bir-biridan farq qiladi. Masalan, yoshga doir pensiya oluvchi odam uchun asosiy masala staj va ish haqi bo'lsa, nogironlik pensiyasida tibbiy xulosa, nogironlik muddati va qayta ko'rik masalasi muhim. Boğuvchisini yo'qotganlik pensiyasida esa o'qish ma'lumoti. Voyaga yetmagan farzandlar kunduzgi ta'limda o'qiyotganlik kabi holatlar muhim bo'lishi mumkin. Nogironligi bo'lgan pensionerlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Agar nogironlik muddati belgilangan bo'lsa, qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubormang. Ba'zi to'lovlar hujjat muddati tugagani uchun vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Bu sizdan pulni olib qo'yishdi degani emas. Bu tasdiqlovchi hujjat yangilanishi kerak degani. Farqini tushunish muhim. Chet elga vaqtincha ketgan pensionerlar ham ehtiyot bo'lishi kerak. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda bo'lsa, pensiya to'lovlar, shaxsni tasdiqlash, bank kartadan foydalanish, ishonchnoma va yashash holati bo'yicha alohida talablar bo'lishi mumkin. Men bunday vaziyatda qo'shnim aytdi yoki internetda ko'rdim degan gapga ishonmaslikni maslahat beraman. Eng to'g'ri yo'l. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki rasmiy kol markaz orqali aniqlashtirish. Yana bir nozik masala telefon raqami. Hozir ko'p xizmatlar SMS orqali tasdiqlanadi. Agar pensionerning telefon raqami farzandining nomida bo'lsa, bu doim ham muammo emas, lekin ayrim jarayonlarda pensionerning o'ziga tegishli raqam qulayroq bo'ladi. Masalan, bank ilovasiga kirish, karta operatsiyalarini tasdiqlash, xabar olish, to'lov tushganini bilish. Agar pensioner telefondan foydalana olmasa, farzandi yordam beradi, lekin raqam va karta xavfsizligi saqlanishi kerak. PIN kodni hammaga aytish, kartani begona odamga berish, SMS kodni telefon qilgan odamga o'qib berish juda xavfli. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Islohotlar boshlanganda firibgarlar ham faollashadi. Ular telefon qilib, 2 avgustdan pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kartangiz raqamini ayting, SMS kodini ayting. Biz pensiya bo'limidanmiz, tekshiruv qilyapmiz deyishi mumkin. Hech qachon SMS kodini, karta PIN kodini, karta orqasidagi 3 xonali kodni hech kimga aytmang. Davlat idorasi ham, bank ham sizdan telefon orqali bunday maxfiy kodlarni so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bilingki, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, mehnat daftarchasi, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, ishonchnoma. Vasiylik hujjati, farzandlar bo'yicha guvohnomalar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni pappaga solib qo'ying. Nusxalarini ham tayyorlab qo'ying. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Muddati o'tmaganmi, karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Telefon raqam to'g'rimi? PIN kodni bilasizmi? Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bankingizga boring. Pensionerning o'zi bora olmasa, bankdan vakil orqali olish tartibini so'rang. Ba'zi banklarda uyga xizmat, ishonchnoma yoki alohida ariza tartibi bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limidagi ma'lumotlaringizni aniqlashtiring. Hududiy bo'limga borib, mening pasport ma'lumotim, bank hisob raqamim, yashash manzilim to'g'rimi deb so'rashingiz mumkin. Agar navbat katta bo'lsa, avval telefon orqali maslahat oling yoki davlat xizmatlari markazidan yo'l yo'riq so'rang. Muhimi, muammo chiqqandan keyin yugurish emas, oldindan tekshirish. 4-qadam, agar pensionerning o'rniga boshqa odam ish yuritayotgan bo'lsa, ishonchnomani tartibga keltiring. Notariusga borib pensiya olish, bank operatsiyalarini bajarish. Hujjat topshirish huquqini aniq yozdirish kerak bo'lishi mumkin. Ishonchnomada vakilning pasport ma'lumotlari to'g'ri yozilishi shart. Umumiy qilib yozib qo'ying demang, qaysi ish uchun kerak bo'lsa, o'sha ish aniq ko'rsatilgani yaxshi. 5-qadam, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, buni yashirmang. Ko'pchilik ro'yxatim boshqa joyda, lekin vaqtincha shu yerda yashayman, aytsam pensiyamga zarar bo'ladimi deb qo'rqadi. Aslida ma'lumotni aniqlashtirish sizga zarar uchun emas, to'lov to'g'ri yetib borishi uchun kerak. Ayniqsa pochta orqali oladiganlar uchun bu juda muhim. 6-qadam, agar pensiya miqdorida xatolik bor deb o'ylasangiz, og'zaki janjal qilmang, yozma ariza bering. Arizada ism sharifingizni, JSHSHR raqamingizni, manzilingizni, telefon raqamingizni yozing. Pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Falon davrdagi ish stajim yoki hujjatim hisobga olinmagan deb hisoblayman deb aniq yozing. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Yozma murojaat bo'lsa, javob ham rasmiy bo'ladi.
keyin uni tekshirish va davom ettirish oson. 7-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar bankomat, SMS, ilova elektron navbat, portal degan narsalarni tushunmasligi mumkin. Bu ularning aybi emas. Davr o'zgaryapti. Farzandlar bir kun vaqt ajratib, ota-onasining kartasini, hujjatini, telefonini, manzilini tekshirsa, ertaga katta muammoning oldi olinadi. Lekin yordam berishda ham halollik bo'lishi kerak. Pensionerning puli pensionerning ehtiyoji uchun ishlatilishi kerak. Birinchidan, vahimaga tushmang. 2 avgustdan hammaning pensiyasi to'xtaydi degan gaplarga ishonmang. Odatda bunday gaplar odamlarni qo'rqitish uchun tarqaladi. Gap to'lovlarni tartibga solish, ma'lumotlarni aniqlashtirish, noqonuniy holatlarni kamaytirish haqida ketadi. Ikkinchidan, rasmiy bo'lmagan odamlarga pul bermang. Kimdir men pensiya bo'limida odamim bor, 300 ming so'm bersangiz muammongizni hal qilib beraman desa ehtiyot bo'ling. Ko'p masala bepul ariza, hujjatni to'g'rilash yoki bankka murojaat qilish orqali hal bo'ladi. Pul berib vositachi izlash ko'pincha firibgarlikka olib keladi. Uchinchidan, hujjatni soxtalashtirmang. Ish staji, maosh, nogironlik, yashash holati bo'yicha noto'g'ri hujjat taqdim etish keyinchalik katta javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Pensiya bu davlat tomonidan qonun asosida beriladigan to'lov. Shuning uchun har bir ma'lumot to'g'ri bo'lishi kerak. 4-dan, keyin ko'ramiz deb ortga surmang. Islohotning eng muhim sabog'i shuki, hujjati tayyor odam qiynalmaydi. Hujjati tartibsiz odam sarson bo'ladi. $1 eski pasport ma'lumoti, bitta noto'g'ri harf, muddati o'tgan karta, yo'qolgan nikoh guvohnomasi 1 oy ovora qilishi mumkin. Demak, 2 avgustdan keyingi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shuki, pensiya tizimida tartib, aniqlik va elektron tekshiruv kuchaydi. Bu yaxshi tomondan qaraganda. Pulning egasiga yetib borishini ta'minlaydi. Ortiqcha qog'ozbozlikni kamaytiradi. Noqonuniy holatlarni qisqartiradi. Lekin amaliy tomondan qaraganda har bir pensioner va uning yaqinlari hujjatlarni tartibga keltirishi, bank kartasini tekshirishi, manzil va telefon raqamini aniqlashtirishi, ishonchnoma kerak bo'lsa rasmiylashtirishi zarur. Men sizga eng muhim tavsiyani yana bir bor aytaman. Pensiyangiz tushmay qolishini kutmang, oldindan tekshiring. Pasport yoki ID karta, bank kartasi, manzil, telefon, ishonchnoma, nogironlik yoki staj hujjatlari joyida bo'lsa, siz ancha xotirjam bo'lasiz. Agar muammo topsangiz, darhol hududiy pensiya bo'limiga, bankingizga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanmang. Kerak bo'lsa yozma ariza bering. Aziz tomoshabinlar, sizning hududingizda 12 avgust bilan bog'liq qanday xabarlar tarqalyapti? Pensiya to'lovida kechikish, karta, ishonchnoma yoki hujjat muammosi bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilish pensionerlarimizning haqqini himoya qiladi.